Qo'qon shahrida sumkalarni Xitoydan ham arzon narxlarda, lekin sifatini buzmagan holatda chiqarib berilgan korxona borligini bilarmidingiz? O'zbekiston statistikasi bo'yicha bu joy top 100 ta korxonalar qatoriga qo'shilgan. Videoga like bosib oxirigacha tomosha qiling, qaysi korxonaligini aytib o'taman. Adan Tekstil o'z ish faoliyatini 2013-yilda boshlagan ekan. Mana qariyb 13 yildan beri xalqimizni o'zlarini sifatli bo'lgan ayollar uchun bolalar, maktab, ryukzaklar, noutbuklar, sport sumkalari va boshqa shu turdagi mahsulotlari bilan ta'minlab kelishmoqda ekan. Tabiiyki boshlanishida oilaviy boshlangan ushbu biznes keyinchalik borib katta korxonaga aylangan ekan. Hozirgi kunda 200 dan ortiq insonlar uchun ishchi o'rinlar yaratib qo'yishgan va kunlik ob'yomlari 2000 dan ortiq ekan. Kerak bo'ladigan barcha materiallar, xom ashyolar Xitoydan olib keltirilar ekan va mana shu yerda o'zimizda ishlab chiqarilar. Adan Tekstilda ishlab chiqarilgan mahsulotlar nafaqat butun O'zbekiston bozorida sotiladi, balkim qo'shni chegaradosh davlatlarimizga eksport ham qilinar. Bu yerda ishlab chiqarilgan mahsulotlar butun O'zbekiston bo'ylab narx borasida bemalol raqobat qilar ekan. Nafaqat O'zbekiston, balkim Xitoydan ham arzon narxlarda qilib berishar ekan. Yana ham batafsil ma'lumot uchun mana bu raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilib, ma'lumot olishingiz mumkin.